3 etajda yashasang 1-etajgacha tozalab tushgan deb yozib yuboribdilar o'tgan safargi videoyimga bitta opa. Qizli paytim biz 2-etajda turardik. 1-etaj o'sha yaqin ozgina joy qolgan bo'lgani uchun 1-etajgacha tozalab tushardim, lekin bizani tepamizda etajda turadiganlar unaqa 1-etajgacha tozalab tushmasdi. Hozir domda 3-etajda yashayman, lekin 1-etajgacha tozalab tushmayman. Hamma o'zini etajini o'zi tozalaydi. 9 etajli domda turadigan bitta qiz aytgan edi, har bitta xonadondan har haftada bir marta tozalab chiqilinadi va tozalagandan keyin har bitta xonadondan pul yig'ib chiqilinadi degan edi. Men shunaqa variantini eshitganman. O'zidan o'zi 1-etajgacha prostakkaga tozalaganini eshitmaganman. U ayol aytishlari bo'yicha men 1-etajdan 3-etajgacha yurib chiqqanim uchun, men bosib chiqqanim uchun men tozalashim kerak ekan. Bilmadim, men bu narsani birinchi marta eshitdim. Bugun juda ham podyezdli kir bo'lib ketgan ekan. 1-etajgacha sipirib, polni artib chiqdim, lekin lestnitsani faqat o'zimizning etajda artdim. Chunki o'g'lim uyg'onib qoldi, u uyg'onib qolgandan keyin podyezd tozalashga boshqa chiqa olmadim. Sizda ham shunaqami? Nechinchi etajda turasiz va 1-etajgacha tozalab chiqasizmi? Kommentariyada yozib ketinglar.